Xitoy askarlari bir yerlik odamni qayerdan tutib keldikin yo'l so'rashga haydab kelibdi. Biz bu chaqda Yeyiq daryosining quruq eqini ichidagi paxmoq yo'lg'on, to'g'roq va shuningdek qurg'oq chatqallari orasida panohlanib yotardik. Xitoylarning hammasi yenimda edi. Bu yerlik kishi Tungan Xitoy askarlari sağan shuncha vala zulmlarga qaramay, ularning orasida yaloqchidek xizmat qilib yurgan menga nafratlik qaramadi. Men uning nafrat bilan qarashini xohlaydim. Ammo u soddalik bilan, hatto bir oz xushomadkorona xulq bilan salomimni ilib, xuddi nima buyruqlari bor, darin. Hammasiga farmonbardorman devatqandek pozitsiyada edi. Bunisi shunchalik ruhimni qamchiladiki, "Hey sodda xalqay, naqadar oylanboshmiz", dedim ichimda. Ondan uningdan yo'l so'ramoqchi ekanligimizni aytdim. 15 Xitoyda titilib ketgan bir parcha xarita bor edi. Buni bir o'lgan komandirning yenidan elib olganmi bilmayman. Har holda uningga ancha-muncha qarabmi qo'yatdi. Mana hozir u shu xaritasini yeyib elib, men so'ragan yo'l bilan xaritadagi belgilarning bir-biriga jips kelishgan emasligini selishtirib, mening rost yolg'onimni bilib oldigandek sur ko'rsatdi. "Bu yerdan Kungay tarafga mangsanglar", dedi dehqon. "Mushi bozordan chiqqandilar kim, döve eg'iz, andin xeli mangandan keyin chiqqan langarlardan o'tsanglar, Yeyiqqa borsizlar. Ammo o'ng taraf ketib qolsanglar, kun petish tarafinglarda aytaq, kun chiqish tarafinglarda bo'ziya bor. U yoqlarga bormay, futtu Yeyiqqa boringlar. Andin tog' bag'rini yoqlab uzun yar, Sesiq, Kichiksoy, Yangichga deganlardan o'tganda Qulmuloqqa borsizlar. U yoqda Turanxo'ja daryosi bor." Turanxo'ja Ninahisidagi yer ismlari. Abdurdin. Bu bir quruq eqin, ba'zida suv bor, ba'zida yo'q. Shu yerda bir mahalla bor. Qolgan yo'linglarni shulardan so'rasanglar, u yoqni obdan biladi. Ammo mening Xitoylarni tog' orasiga boshlab kirib, shu qoqqas tog'lar orasida eziqtirayotgan bor edi. Xitoy xuddi lochindan qo'rqib turgan qushqashdek hushyor qiyofatda so'zlarimizga diqqat qilib, yer ismlarini, xaritadagi belgilar va ismlarga selishtirib turadi. Men uning xaritasidagi Qulmuloqning janubida, tog'ning u tarafida bir ikki xatga ko'zim tushib qoldi. Dehqondan shuni so'rdim. "Tog'ning Kungay tarafiga o'tib ketsak, u yoqda mangdigan yo'l yo'qmi?" "Tog'ning u yog'ida yo'l bo'lmagan bilan mangsanglar bo'ladi. Padichilarning chig'ir yo'llari bor. Ammo u yerda uy mahalli yo'q. Ba'zi uzun oraliqlarda suv topqili bo'lmaydi. Tog'ning u yoqiga o'tsanglar, Ko'yak degan yer bor, Oltinbuloq degan yer bor." Men Xitoyga Qulmuloqdan tog'ni otilib o'tsak, Ko'yak degan bir mahalla bor ekan, debla otdim. O'ylamagan yerdan Xitoy vaqirab ketdi. "Dahal shundoq, mana mening xaritamda shundoq debdi. Qaranglar mana. Aslida so'rab yurmaylar, xaritaga qarab mengayversakmi bo'ladi. Mundaqni so'rab qo'ydik shu", dedi maqtinib. Mana endi mening ishim o'ng'i tortadigan bo'ldi. "Bugun kecha hammasi uxlayotganda astili o'rnimizdan turib bu yo'lga tushib ketayli. Qismdan ayrilib ketsaklar, bizni hech kim qo'g'lamaydi", dedi u. U hozir yerliklarga yaxshi muomala qilish to'g'risida askarlarga tanbeh beradigan bo'lib qoldi. Chunki sonining ozligidan foydalanib, yerliklarning tog' oralarida yoshirin zarba berib o'ch elishidan qo'rqib qolgandek qiladi. Biz bu kecha qo'shindan ayrilib, Yeyiq daryosining qinida, yar bo'ylarida o'sgan chatqallar orasida yoshirinib yotqachqa, asosiy qo'shin iroqlab ketib bo'lgan edi. Shunga hamda xotirjam holda Yeyiqning yo'liga tushib oldik. Taki döve eg'izdan o'tkicha birasining qo'g'lab kelib qilishidan qo'rqqandek o'ntinsiz mangdik. Ondan dedik. Biz ehtiyot yuzasidan yo'l bilan mangmay, Yeyiq daryosining ichi bilan mangdik. Bu amaliyotda quruq eqin edi. Atiyaz ko'z kunlarda ancha-muncha yomg'ir suvlaridan eqin hosil bo'lib qolgandan boshqa bu yerda daryodek ko'tkidek suv yo'q edi. Biz Bo'ziyaning uduliga kelganda tong suzilishga boshladik. Birsi qo'g'layotgandek dam olmasdan huluqib menib, tazimi uzoq yurgan edik. Kun rasmiy ko'tarilganda biz Yeyiqqa kirib keldik. Yezida namratlik hukm suratdi. Oldimizda ketganlarmi bu yezinimi bulab talab, quruq ustixon qilib qo'yganligi har yerda ko'zga chiliqatdi.
Ot qo'yib etilgan eg'illar, uylar, o'rilgan uylar, har eski tamlar orasidagi vayrona uylardan chiqayotgan yig'izora ovozlari yurakni tilatdi. Men Xitoylarning yana bulang-talang qilishidan yurakim suv bo'lib turatdim. Birdilla u menga bir tal kumush tanga berib, yeydigan bir narsa tepib kelishimni buyurdi. Men bilan bir bast askarni birga yo'lladi. Men bu bulangchilarning bu tutumdan hayron qolmay turolmaydim. Ammo yana bir tarafini o'ylaganda bu bir xil haromzadalik edi. Chunki biz hozir qo'shindan ayrilib qolgan edik. Sonimiz az bo'lg'achqa, agar aholi g'azabga kelsa, bularni tog' oralarida yo'shirinib yetib, yo'qlab ketdi. Biz yeydig'inimizni tunji qatim pulga ilib atdik. Bu ay bu kunlarda bozor bo'ladimikin bilmadim. Balki haftaning ma'lum kunlari bozor bo'ladigandir. Ammo shu anda biz birasining uyiga kirib so'ramasak boshqa chora yo'q edi. Bir tal kumush tanga har holda xil jiq pul hisoblanadi. Balkim bu paynab yerdagi xalqning ko'rganli biri bu pulning qimmatini bilmaydigandir. Shularni o'ylab bir bayroq oilaga kirishni ko'nglimga bukdim. Bu yamu oldimizda ketgan Xitoy tungan qo'shinlarining bulab talishi, o't qo'yib ko'ydirishi tufayli xarobilikdek ta'sir beradi. Birasining uyidan pulimizga loyiq non topa olishimga ko'zim yetmaydi. Ammo el degan qurumas buloq emasmi? Men bu pulga yerim tonurkagidek sag'irnon setib oldim. Ondan yana bir az kuzlik amut, olma degandek dami bor edi. Boshliqimiz buningdan norozi bo'lamdi, xush bo'lamdi dexa kim bilsin. Uzoqdan beri men pulga bir narsa elib boqmag'achqa bu kunlardagi narx-navoni bilmaydim. Xitoylarmi bulab elib ko'ngashga pul berishga piqsiqlik qilishi cho'qim edi. Ammo 15 mamnun bo'ldi. Yaxshi ish qilibsan. Yana texe mevami bor ekan, dedi u. Yeyiqda damog'ach qo'soqlarimizni to'yg'izib elib, qapoq va sudallarimizni suv to'ldirib elib, u yerda yana bir qatim yo'lni so'rib elib, tog' etikida taqqa parallel holda sharqqa qarab yurib ketdik. O'ng tarafimizda qaqas tog' etiki asta-asta tuzlashib, latqi tuzlanglikka aylanib, tarim o'ymonligiga o'lishib ketadi. Shunga hamma yoq qog'jirgan. Uning ustiga kechkiz bo'lg'achqa aholilar joylashgan kichik mahallalarning yaqinlaridagi etizlarni bo'shab qolg'achqa yetimlik his baxsh etib jimjit yotadi. Bu yoq kaskay taraf bo'lg'achqa so'g'uq, izg'irin tog' shamoli har zamon yuzlarimizga urilib turadi. Har holda mening safarim oxirgi bosqichga qadam qo'yilayotganligi ko'nglim sezib turgani uchun ichimda bir xil hayajon bor edi. Buni qo'rqinch desimi bo'ladi. Men Xitoyni o'ldirish planimni o'ylag'achmandim. Qandoq o'ldiraman? Odam o'ldirish haqiqatan qo'rqinchli edi. Nurg'un janglarga qatnashgan bo'lsam-mu, biror dushmanni ko'zim ko'rib turgan holda o'ldirib boqmagan edim. Sepildan tashlavatganlarimning o'lgan o'lmaganligini jazm qilg'ili bo'lmaydi. Uzoqdagilarga bomba yoki qurol atgan bo'lsam-mu, ularning qandoq vaziyatda o'layotganini, oxirgi nafaslardagi azob ifodalarini ko'rib boqmagan edim. Amdilikda yenimda nafaslari menga anglanib turgan bir dushmanni o'ldirmoqchi bo'lib atdim. Dushman demaklik bilan yanada odam edi. Irqiyat, chiroyi bizga o'xshamasimi, g'alati maxluq, yovvoyi qo'yliq bo'lsa-mu, nafratimni qo'zg'atib tursa-mu, yanada odam edi. Qandoq qo'l selishim kerak? Kechasi meni ikki Xitoyning qarshisiga yotqizatdi. 15i yenimda yotmaydi. 15i qo'ynida yoshirdigan bo'psini bir elvamaslik uchun doimlidim yotadi. Bir qo'li har zaman tapanchasida bo'ladi. Boshqalar bilan birga yetishdanmi qo'rqqachqa xeyli oraliq qoldirib yotadi. Bu holda mening uni o'ldirish uchun ikki Xitoyning orasidan to'ydirmay qo'pib, uning yenig'imi shapsiz berishim kerak edi. Agar birari tuyubla qolsa meni etib tashlaydi. Agar shapsiz holda 15ning yenig'i bodim degan taqdirdimi, qo'lini Mauzerning tepkisidan ayirmay yotadigan bu Xitoy darhol tepkini besivassa, uni o'ldirgan bilanmi boshqa Xitoylar basmadab tutib olishi cho'qim o'ldira olsammi maylidigu. Maqsadimga yetsam, ondan meni nega elib bosim ketaveratdim. Undaq o'ylabmi bir planni pushiramadim. Biz uzun yar, sesiq degandek yerlardan o'tib, kichik sayda dam oldik. Bu
Bu tağdan ötmekçi bo'lgan yerimizning yerim yo'li edi. Kechkicha Qulmuloqqa yetib olsaq, u yerdan tog' oqisiga o'tdik. 15 Xitoy yana hiliqi eski xaritasini yeyib elib sinchildi. Xaritada yer ismi yozilgani bilan bu yerlar mahalla emas edi. Shunga Xitoy shubhilanib qilayotgandek qiladi. Agar mushundaqli odamsiz bir qaqas tog'liqqa boshlab qo'yilsa, ochliqdan o'lib qolish hech gap emas edi. U mendan yana yo'l ko'rsatuvchilarning bu yo'llar haqida nimalar deganligini surishtirdi. Men uni xotirjam qilish uchun tirishdim. Bu yerda cho'ng mahalla bor demaganti. Aslida u tog'ning oq tarafida avval bir kichik mahalla. Ondan tog'ning janub etikini bo'ylab bir kun mang'andan keyin cho'ng mahallaga kelisizlar deganti. Quruq sag'irni so'g'uq suv bilan yeb, bir oz dam olgandan keyin yo'lga chiqdik. Yeyiqda yüz gözümüzni obdan yuyib olgan bo'lsaqmi, badanlarimizni necha yillik kir qatlama hosil qilgan holda edi. Gerçi bir necha oy bo'ldi deganimiz bilan mushqumliqlarda, to'pchanglarda qilishimiz tufayli ashundaq deyishga bo'ladi. Pitlamu qo'rqinchli darajada yo'g'ingan va ko'paygan bo'lib, qitishqayyaga qo'lni so'zsaqla tutib olg'ili bo'ladi. Men yana hiliq planimni o'ylashni davom qildim. Rastdan desam, bundaq yaqin oraliqda qo'lim bilan bo'g'ib birini o'ltira olishimga borgan siri ishonchim qolmayotdi. Kashki bir tapancham bo'lgan bo'lsa, hech bo'lmaganda 5 qadam uzoqda turib etibli qochsam. Qandoq qilsam bo'la? Musibastim bilan vijik Xitoylardan qo'rqayotganimga o'z-o'zimga la'nat qildim. Bejon jallatning pushti bo'g'iningga voy dedim. O'z-o'zimni masxara qilib. Ammo nima chora? Ahvolim shu. Men bundaq bir vahshiy qilmishga qo'lli boradigan jallatmidim. Balkim siz deysiz. Shuncha janglarga qatnashgan turib, dushmanga bo'lgan nafratingiz shunchalik murassasiz turib, bu nima jasoratsizlik endi? O'lishga hunar ketmaydi. O'qning udulig'i kelib qolsangiz o'laverasiz. Qo'rqsangizmi, qo'rqmasangizmi farqi yo'q. Qo'rqib o'ldingizmi, qo'rqmay o'ldingizmi, qahramonligingizga ta'sir yetkazmaydi. Ammo o'zingiz odam o'ldirish uchun yurak kerak. Odatlanish kerak, pishish kerak. Bu tamoman boshqa tipdagi bir ish. Kechisi gap so'zsiz qechib ketsam qandoq bo'ladi? Endi qechib ketsam Xitoylar meni izlab yurmaydi. Buningga keskin ko'zim yetadi. Ammo bu safar jarayonida ko'z oldimda yuz bergan vahshiyliklar, milliy fojiamiz bo'libmi, mush umumiy milliy fojia ichida texmi konkret kartinasi qalbimga muhrdek o'chmas bo'lib besilib ketgan. Ashu yakanda bo'lgan ishni o'ylasamla, meni bir qarzdorlik his qiynashga boshlaydi. Kiyikdek tiranglab turadigan ashu sho'x qizchaqning birdilla xarobilik orasida teni titilgan jasadga aylanib yotganini o'ylasamla, tishlarim g'uchurlab, bu Xitoyni o'ldiramsam, xotin kishining ko'ynikini kiyib yuramina deb o'ylaydim. Mening xiyolimda pishirmoqchi bo'lgan planlarimning tikishi to'xtamayla Qulmuloqqa yetib keldik. Bu chaqda kech kuzning ojiz quyoshi g'arb tarafda qizg'uch bulutlar orasida qon rangi hosil qilgan. Bu qon g'arb ufuqida ammo uzun qizil dog' bo'lib yeyilib turadi. Boshliq meni yana yeydigan narsa tepib kelishga avatmoqchi bo'ldi. Bir kun yetgudek nenimiz bor bo'lsinmi, u tog' orasiga kirishdan burun ozuqliqni to'liqlab olishni o'ylab to'g'ri qilyotdi. Ammo men bu cho'shqalarni tog' orasida ochliqdan o'lsin degan niyatda ta'tirsicha maslahat berdim. Hozircha yetgudek nenimiz bor. Faqat suv elib olsak, tog'ga yomishadigan gap. Yukni eg'irlashtirib nima qilamiz? Tog'ning u tarafidagi cho'ng mahallaga yetib olsak, shu yerdan olsaqmi bo'ladi emasmi? Bu odammi oz bir yurtgan. Balkim bizga bagudek undaq jihnonmi tepilmasmikin? Bu gapimni boshliq to'g'ri topdi. Demismi, tog'ga yomishish oldida yukni avutishning nima hojati? U boshqalarga dam elishni buyurib, meni bir askar bilan tog'ning janubiga o'tadigan yo'lni so'rab kelishga buyurdi. Men bir uyning eshigini ishonchsizlik bilan chekib, eshik ochgan buvaydan yo'lni so'rdim. Biz ko'yakka o'tmoqchi edik. Yo'lni ko'rsatib qo'ysangiz-ken. Buvay barliq Uyg'ur dehqoniga o'xshash saddidillik bilan qarshisidagi Xitoy cherikni va meni dushman deb bilmasdan
razılıq bilan başlap berib, tağ arasıga apardığan yolunun başlanışını köstüp qoydu. Muş yoldan çıkmay mangsangla yol özü aparıdı, dedi o. Amma yeni şu artıq işlağı köngül bölüp durduğan adeti boyunca kızıqıp sordu. Tağının u yaqıda hazır heç kim yoq. U ya çarvıçılığının qışlıqı. Bu günlərdə qışlaqda heç kimni tapanmaysılar. U yerdə nima işinlar var idi? Biz aşı yaxda adam istəyimiz. Hə, ətdiyəndə mangsanglar axşamgacha yetərləysizlər. Amma biz hazır mangmasaq bolmaydı, dedim onun nima deydiganligini bilib beqish uchun. Hazır ay qaranğusu boluduğan çağla. Qaranğuda çığırını yuturub qoyub, ezib qalsanglar japata atıp qalasizlarmikin deymina. Heç qısı yoq, biz azmaymiz, rəhmət sizə, dedim və qaytıb gəldim. Tapdыңlarmı? Sordu 15'i. Bir mana bir Xitay əskeriga şübhelik qarab. Tapdıq, dedim qısqıla. Amma mən bilən bağan Xitay mening dehqon buvay bilan köp sözlüşüp ketganligimni guman bilan aytib beribdi. 15'i məndən sinchiliq bilan sordu. O yana nimalarni dedi? O pul bərsanglar yol başlap köyəkkicha apırıb qoyatdım degandek gaplarni qildi. Andın ət gündüzü mangsanglar köyəkka keçidi berib qalasizlar. Keçisi çarvıçılar işik açmaydı. Uladımı miltiqba. Sizlarni tonumağandikin çataq chiqib qalmıсын. Keçdi mangsanglar səhərdə yetib barısizlar. Özənglağı yaxşı deydi, dedim. Bu hikayəni heç tayyorliqsiz turib bundaq oxşatqanımga hayranman. Balkim bumi Allah'ның yardımıdan bolsa kerak. Bumi bir yaxshi bisharat bolsa kerak deganlarni o'yladim. Amma Xitoycha biladiganimning ozligi tufayli buni tushundirib bo'g'icha talab ketdim. O to'g'ri debdi, dedi 15'i o'ylamagan yerdan. Ovchilarda miltiq bor, kechisi basaq gumonlanadi. Biz hech bo'lmaganda yo'lning yermini besib, andin demasaq, ertesi gündüzgü to'g'rilab bora olamiz. Uning bu gapi mendan boshqa hech kimga xo'sh yoqmaydi. Shundaq bo'lsam yo'lga chiqdik. Bilinə-bilinməz çığırını tepib məniş həqiqətən muqiyin idi. Xitaylarning ko'zlari yaxshi ko'rmaganligi ki, uning ustiga oldi tarafda birər bükturma bo'lsa, tuyuqsiz hujumga uchrab qolishdan qo'rqqanlik uchun eshakning chulvurini askar Xitoydan biriga tutqizib, oldida yo'l boshlab menishimni buyurdi. Bu bir foydali ahvol edi. Men Xitoylarni mumkin bo'lganicha yo'ldan chetnetib, tog' orasida yo'l topolmay bir necha kun cho'glab yurishga majbur qilmoqchi edim. Aşunchilikli hayal bo'lsa, yeydigan ichidigini tugaydi. Biz allaqachon yo'ldan chiqib ketgan edik. Endi bir oz g'aribga yo'linibroq ketyotdik. Sezgurligimning bishoratiga asoslansam, biz bordigan ko'yak sharq tarafimizga qiyosh qarshi edi. Xitoy mendan pat-pat yo'lni ko'ryotamsan, to'g'ri ketyotamdiq deb so'rab qo'yatdi. Mushundaq nishonsiz va xato menishlar natijasida to'li cho'gilab, yerim kechilarda tog' ustiga chiqdi. Xitoy tog'ning janub taraf etikiga sinchilab qarashga boshladi. Hamma Xitoy umidlangan holda qaraydi. Hech nimani ko'ramagan Xitoylar yana mendan so'rdi. Bir narsa ko'ryotamsan, to'g'ri kelgandek turamdiq, mahalli ko'rinamdiq. Ha, u yoqda bir narsa to'g'andek qiladi. Mana shu chaqda uzoq qorong'ulik ichida bir narsa chaqnagandek bo'ldi. Bu belkim çarvıcılarning gulxonidir yoki tamak tutashtirgan o'ti bo'lishi mumkin. Ana bir yo'ruqlik ko'rdim. Menmi ko'rdim. Ammo men Xitoylarni azdurman deb dal mahalla ustiga boshlab keldim bu nima deb andishiga tushdim. U kichikkina uchqun oldimizda ketgan bulanchi Xitoylarning gulxoni bo'lishi mumkin. Mana endi u uchqun o'chdi. Hamma yer xuddi qozonni dum ko'mtirib qo'ygandek qorong'ulik qo'ynida uvuldaydi. Oldimizda tagsiz bir hang turgandek kuchchiki yo'q qorong'ulik edi. Faqat sinchilib qaraverganda tog' yo'dilari, tog' jiralari bir oz rang farqi bilan bir-biridan ayrilgandek qiladi. Ayrilgandek qiladi-yu, yana qaraversa ko'z to'lashgandek bo'lib, hamma narsa bir-biriga qo'shilib, shu mudhish qora rang hukmron suradi. Bu kuchchaki yo'q qorong'ulikning ichida nalaridir odamlar borligini tasavvur qilish bak tez tuyuladi.
Bu qarang'uliqning mukammalligi shu darajada ediki, buning o'rniga yo'ruqlikning hokim bo'lishimi aqlga sig'maydigandek. Bu qarang'u zulmat mangulik mavjudiyatdek tuyulib ketadi. Biz herib shunchalik madorimizdan ketganmizki, yana bir oz mengishni o'ylashmi dahshat edi. Demismi, Xitoy askarlar o'zlarini tashlab so'zilgan yerda uyqu sahrosiga ketadigandek qiladi. Aslida 15-ning plani bo'yicha biz pastga tushib, ondan dam olishimiz kerak edi. Ammo askarlarning shu anki turqidan ularni otaman desimi, midiriltanmasligiga ko'zi yetib, dam olishga qo'shildi. Bo'ladi, dam olsak alayli, ammo bundaq turgan yerda uxlasak bo'lmas. Turinglar, atrofga qarab, muvaffaqroq bir yerga tushaylik, dedi u. Ba'zi Xitoylar allaqachon uxlabmi ketgan ekan. Ularni ishni tepgandek tepib yurib turg'izishdi. Ondan o'zimizcha dalda deb bilgan bir yerni tepib, ulardan yuklarni yeshib tushirib, kundagi tartib bo'yicha yotdik. Menga mas'ul qilingan ikki Xitoy ikki tarafimdan o'rin oldi. 15i u yoqda, bir agimning u tarafida yotdi. U bu yerda shig'ilni sharaqiltib, birsi yaqinlab kelgach tuyib qolaman deb ishinatdi. Agar bugun bu ishni bitirmasam, mangu avar bo'lmasam bo'ladi. Qandoq qilishim kerak? Men bu herib majolimdan ketgan edim. Agar ko'nglimda bu vasvasa bo'lmasaydi, allaqachon uyquga ketgan bo'lardim. Yenimdagi Xitoylar uyuqli ketdi. Men belimga tosh betib yotolmayotgandek midirlab, uyoq-bu yoqqa o'rlatdim. Ammo Xitoylar burunlardagidek darhol o'sharlashib, quloqlarini shingshaytmasdan o'likdek uxlayotdi. Bu hol menga ilhom bo'ldi. Ha, demak, men bu Xitoylarning yenidan bundaqla turib ketgandan ko'ra, bu ikkisini avval joylab etishim kerak. Biri bo'lsa-mu azaysun deganlarni o'yladim. Ammo yanada qanday qilish kerakligini bilmaydim. Har planim o'zimga yaramaydi. Biri vaqirabla tashlasa, ish tugaydi. O'yla vaqt o'tib ketyotdi. Tang etibli ketsa, yana bundaq fursat kelmaydi. Kim biladi, balkim atidan boshlabla mening bularga kerikim bo'lmas. Shuning bilan bir pay o'q bilan mendan xo'shlashib ketamdi. Yana g'azablarimni bilashga, nafratimni ko'riklashga ehtiyojim bor edi. Yo'l bo'yi bu yirtqichlarning qilgan etgan vahshiyliklarini ko'z oldimga keltirdim. Yana ashu sho'x kiyikdek diringlab chepib yurgan qizchaq, mari qiz ko'ngil ekranimda zohir bo'ldi. Bu tinimsiz sho'x jonivor birdamning ichida titilib ketgan holda xarobalar orasiga ko'milib qoldi. Tishlarim ixtiyorsiz kirishdi. Ko'zimga g'azab yeshi tiqildi. Yenimda o'ngda yotgan Xitoyning bo'yni ostidan qo'limni o'tkazdim. Bir putumni uning putlarining ustiga otdim. O'ng qo'lini beg'ishidan mahkam tutdim-da, birla hamlada uni dum qilib o'rish bilan bo'ynidan o'tkazilgan qo'limda bug'dikini qattiq besib oldim. Uning so'l qo'li o'zining ostida qolg'ashqa tortolmaydi. Putini men putlarim orasida qisib olg'ashqa putlarimni tepchaklayolmaydi. Yana bir qo'li mening panjamda siqimdoqliq edi. U faqat qattiq bog'loq ostidagi birining midirlishidek anchibek shap chiqamasdan midirlaydi. Bu xuddi bo'g'izlanib, ondan yulundab bo'lib, putlari yeshib etilgan qo'yning midirlishiga o'xshaydi. Tiniqimni sanashga boshladim. 1, 2. Odam qancha tiniqdan qolsa jini chiqadi ekan. Har holda balaliq vaqtlarimda o'stangning shoqiratmalarida hosil bo'lgan cho'nqurlarga suv cho'milganda, balalar bilan suv ostida qanchalik uzoq turish bo'yicha baslashganlarim xotiramga kechdi. Bu ishlar ko'pincha sho'ruqning qadamjoyiga yaqinroq yerdagi cheqir degan yerda bo'ladigan. U yerda suv bo'lgi tushirgilar ko'p edi. Tushirgilardan shoqirab tushgan suvning o'yishidan hosil bo'lgan cho'nqurliqlar bizning suvga cho'miladigan ko'limiz bo'lib rol o'ynaydi. Ana shu chog'dagi musobaqalarimizda qirg'oqda birimiz sanaydik. Shu chog'da suv ostida eng ko'p turganlar qanchani saniga tura oladi ekan esimda yo'q. Har holda 1 minutdan ortiq tursa kerak. U holda o'lish uchun 2 minut yetarlikmidir? Mayli, men 3 minut tutay. Bir chog'da uning yulqinishga tirishib, qo'limga va putumga kuch keltirib turgan badani lassida bo'shagandek bo'ldi. Ammo men
Bu Harvardda to'shqan oldigan xalq. Meni bexutlashtirishga urinayotgan bo'lmasin yana, deb o'ylab, yana bir hazo uning gelini siqib turishdan qo'limni tatmadim. Uni dumpeti chiqaldirib, geli ostidagi qo'limni ostila sug'urib oldim. U xuddi dum yetib uxlayotgandek jim edi. Ammo men yenimda bir o'likning yotganini bilatdim. Şuna çaçırap o'rnimdan turib, jilg'i ichida yugurgancha qetishdan o'zimni aram tutdim. Ko'nglim bir qismili bo'lib ketdi. Besim qapoqdakli edi. Qilgan ishimning mazmuni yoki ma'nosi haqida o'ylag'idek holda emas edim. Bundan keyin nima qiladiganligim haqida-mu kallam qop-quruq edi. Mushu yo'sinda yetaveradigan bo'lsam, helal tong otadi. Mening tehi yana bir muncha ishim bor. Asosliq nishonamni ishga oshirganim yo'q. Allah azal yarım saatlardan keyin o'zimga keldim. O'ylay oladigan bo'ldim. Ammo jasoratim to'zib tugagandek qiladi. O'ylay oladigan bo'lgan shu minutda birinchi o'ylaganim o'zimning qotil bo'lganim edi. Gerçi nurg'un jinoyatlarni o'tkazgan tajovuzchi qo'shinning bir askari bo'lsa-mu, bu jang emas edi. Kechisi u bahramon uxlayotgan vaqtda o'ltirgan edim. Balkim uning hayotdan nurg'un umidlari bo'g'iydi. Balkim uni uyida ota-onasi kutayotgan bo'g'iydi. Balkim uning xotini yoki so'ygini bo'g'iydi. Bu vijdon azobi miydi? İnsanlık tuyg'ularidan bir xilmi edi? Bilmayman. Ammo nurg'un murakkab o'y-xayollar asirligida qolgan edim. Oqidan yana ularning qilmish atmishlarini eslashga boshladim. Yana mushu usul bo'yicha o'zimga kuch topildim. Ey Allah, niyat qilgan ishim xayrlik bo'lgan bo'lsa, osonlik ato qilgaysan. Xato bo'lsa, bir sabab bilan amalga oshirmagaysan. Amdi u tarafimga o'rildim. Xitoy xotirjam uxlayotdi. Qattiq charchab ketgachga xeli-xeli ovozlardan uyg'ondigandek qilmaydi. Buningmi bo'yni ostidan qo'limni o'tkazdim. Xuddi uni giralab quchoqlaydigandek taqliddi. Ondan men tarafdagi qo'lini beg'ishidan tutdim. Putumni putlari ustiga otdim-da, tezli o'rib putlarini chatirqimda qisib elib, bir qo'lini mahkam qamallab olgan holda bo'ynidagi qo'lim bilan bug'diyikidan siqdim. Ammo bir oz huluqib qolganim uchun u putlarining uchini bir ikki qatim ko'tarib shig'ilga tushirgan edi. Shig'il sharaqlab, kech qorong'uligida xeli xo'p aniq anglandi. U tarafda yotgan Xitoylardan biri bir nima deb g'udirgandek qildi. Men ostimdikini ching besib turganimcha yolg'on xo'rak tatdim. Oqidan yana doimiy jimjitlik atrofga hokim bo'ldi. Bir hazo atrofni tinglab yotdim. Xitoylarning har xil ovozlardagi xo'riki, pushuldashlardan boshqa otning orasira pushqurishi anglanadi. Eshakmi xuddi o'lib qolgandek yotadi. Endi men asli maqsadga qadam qo'yishim kerak edi. 15 Xitoy agimning u tarafida qandoq holatda. Balkim u tapanchisini batlab kutib yotgandir. Uning yeniga bag'icha shig'ilning sharaqlamasligiga kepillik qilish mumkin emas edi. Şuna astila Xitoylarning jasadi ustidan ortilib, xuddi yilondek so'ylab u yoqqa o'tdim. Ammo undan keyin shag'illik ustidan so'ylashim kerak bo'lg'ashqa, sharaqlagan ovozdan saqlanolmaydiganligim bilindi. Shundala 15ning naqadar qo'rqitayliqi ma'lum bo'ldi. Shundaqdimi bo'lmasam bo'lmaydi. Qandoq qilish kerak? Amdi xuddi ko'tak do'milatgan shaklda do'mildim. Bu bir oz yaxshidek qiladi. Shundaqdimi har bir qaytim do'milashdan keyin atrofni tinglab bir oz turib, vaziyatni kuzatmasam bo'lmaydi. Qisqasi, do'milab agimning yoniga bordim. Amaliyotda bu u qadar uzoq yama emas edi. Eng chatdagi Xitoydan hisoblaganda 10 metrcha uzoq edi. Men agimning bu tarafida. Men o'ltirmoqchi bo'layotgan qo'y Xitoy u tarafda. Quliqimni yerga yiqib tingshidim. U yoqdan yenik xo'rak anglanayotdi. Ammo bu Xitoy otliq yurgachga boshqa Xitoylardek uncha harg'in bo'lmasligi mumkin. Yana texmi muhimi, uning qo'ynida bir muncha dapa dunyosi bo'lg'ashqa, shuningdan ansirab, doim sagak uxlashga ko'ngan edi. Men agimdan asta harakatlar bilan u yoqqa bir oz beshimni chiqarib qaradim. Xitoyning buti tarafidan chiqibdi men.
Bunisi manga texmi paydasız idi. Xitoy doimqidek dum yetib olgan. Bir yuzini atning to'qumiga qo'yib, bir tarafga qarab yotadi. Bir qo'li besh tarafdagi to'qim ustida, yana bir qo'li, ya'ni o'ng qo'li beqinida badaniga yopishgan holda so'zilgan edi. Qo'lida tapanchasini tutib olmaganligi Allohning yana bir inoyati deyishga bo'ladi. Harakatni qayerdan va qandoq boshlasam, uni ovozini chiqarmasdan basmada olalayman deb o'ylanishga boshladim. Oldi bilan uning putlarini chatiriqimda qoldirib, xuddi etilishga tayyor turgan mushukdek so'ng o'ltirib olsam. Ondan uning ustiga o'zimni assam. O'ng qo'lini darhol qamollab olishim kerak. Shuning bilan birla vaqtda gelinisi qanmagandimi, og'zini etib olmasam chataq. Asta sürildim. Yana bir az sürildim. Ondan asta besimni ko'tirib, so'ngzaydim. So'ngzayg'inimcha pittek mengib, putining ustiga chiqaldim. Endi putlarini chatiriqimda qisib olaydim. O'ng qo'limni kontrol qila olishimga gap yo'q. Faqat geliga qandoq qo'l solsam bo'la. Yo tavakkullah. Ustiga o'zimni tashladim. Dal o'ylaganimdekli bo'ldi. Putimning qamolim ostida. O'ng qo'limni panjamda asir edi. Avvalla besimning qatqanidek qo'limni geli ostiga o'tkizgicha u bir vaqirdi. Yastuqi ustiga elib olgan so'l qo'limni menga avorchilik terdi. Shundaq bo'lsa-mu, gelini ching bo'g'ib, besim bilan ustidan besib, xuddi shu yo'sin uxlab qolgandek yotdim. So'l qo'li u yoq bu yoqqa uzatilib, bir narsa tutishga tirishadi. Men heliqi boshdagi ovozda uyg'onib ketgan birasi ustimga miltiq patlab kelishini kutib, jimjit bir necha sekund yotgandan keyin o'ng panjamdagi qo'lini tortib akilib, bu qo'lini bo'yni ostiga bostirishga. Ondan bir qo'limni bekor qilib, uning to'xtamay harakat qilayotgan so'l qo'lini tutib olishga urindim. Ammo bu holda uning o'ng qo'li qo'limdan chiqib ketish xavfi tug'ildigandek bo'ldi. Shunga bo'lg'uning bo'l deb jimli yotdim. U ostimda yaralangan shirdek eg'ir, ammo xeyli quvvatli midirlab keyin jimib ketdi. U jimigandan keyinmi yana shu yo'sinda yetishni davom qildim. Boshqalarning ön tivishini kuzatdim. Ondan asta harakatlar bilan bu Xitoyni o'ngdisiga o'rib, uning kiyimining ichini aqtirdim. Ich kiyimi ustidan belini bog'lab, ondan qo'yniga selib olgan dapi dunyosi qo'limga urildi. Xoltini chiqardim. Sirtidan tutib baxdim. Üzük, sira, bilezük, altun va kumush tangilar qo'limga urindi. Yumaloq shakllardagisi tilla yoki kumush tangilar edi. Xoltini echib ko'rishimning hojati yo'q edi. Qo'ynimga soldim. Har ehtimolga qarshi boshqa yo'shirgan narsalar bo'lib qolsa deb yana bir qaytim aqtirib, uning hiliqi razgi xaritasini elib olib, amin bo'lgandan keyin uning tapanchasini elish olmaslik haqida bir necha sekund arsaldı boldum. Tasodifiy Xitoylar uyg'onib qolsa, qachonmay qolmay deb ulardan qutulg'uchi bo'lsam kerak bo'lar degan o'y bilan tapanchani oldim. Ondan asta yiroqlashdim. Xitoylar o'likdek uxlayotdi. Shundaq bo'lsa-mu, tapanchani batlab, xeyli uzoqqa oqamchi mengib, oqshomgi yo'limdan qaytdim. Rostini desam, men o'zimga yotlashib qolgandek qilatdim. Go'yo men emas, notunish biri ketib-o'tadi. Vasvasa, qo'rqinchdan oyoqlarimga ega bo'lolmagan, o'zimning kimligini anqiramay qolgandek garang ruhiy holda faqat shapashlab ketib-o'tadim. Birli buyruq kallamda quyundek beqiraydi. Tez qochish kerak. Bu qo'rqinchdan edi. Qo'rqqanmanmi, hurkkanmi degandek meni hurkib ketgan desam bo'ladi. Kallam hech narsaga ishlamaydi. Faqat tez qochishlik kerakligini bilatdim. Qanchalik musofa bosqanimni bilmayman. Bir chaqda o'pkam echib, nafas og'udek holim qolmagan edi. Shunchalik harg'an edimki, endi biri otadiganligini aniq bilsam-mu, assam ot deb joyimdan qimirlamaydigandek qilatdim. Badallarimdan ta chiqib, chiliq-chiliq suv ichida qolgan edim. Bunisi eng yomon. Havo sovuq edi. Terligan badanga sovuq oson o'tadi. Shamoldab qolsam qandoq qilaman? Gelim etishib turadi. Hömüdeb tinishlarim qanchalik vaqt o'tganda pastgo'yga tushdikin bilmayman. Jaqildab titrashga boshladim. Ana, titrashga sovuq asosiy omil miydi? Yoki
Yengili odam o'ldirganligimdanmidi? Buni aniq deb berolmayman. Ammo ichimdan bir quruq qayık turilib kelib, go'yo haroqkashlarning qusishlaridek chinqilatdim. Oqamdan Xitoylar qo'g'lab keladi degan o'y aslo ta'sir qilolmas bo'lib qoldim. Aql bilan o'ylaganda Xitoylarning amdiki holatida kayniga yenib qo'g'lab kelishi mumkin emas edi. Ammo u chaqda mening harakatim va o'y xiyollarimga aqlim hokim bo'lolmay qolgan vaziyatda edim. Belimga qistirib olgan Mauzer shunchalik nafratlik tuyuldiki, bu yirkinishlik narsani qayta ko'rishga rag'dim bo'lmay, elibli u yoqqa etivatdim. Qo'llarimning pokligiga ishonchim yo'q. Qarsam hö bo'latdim. Mening bu qo'llarimdan heliq uchaylarning bug'diyigidagi harorat tex ketmagan edi. Bu meynat bir xil harorat edi. Mush qo'limda yana bir narsa tutib yelamdim. Buningga ko'zim yetmaydi. Bir daryo bo'yi bo'lgan bo'lsa, shu qo'llarimni yusam. Ashundaq bir istakli bor edi. Qo'llarimga qarag'im kelmaydi. Mavjudligini his qilg'im yo'q edi. Ammo qerishqandek qo'llar mening yenimdilar. Uni yoshirishning mumkinchiligi yo'q. Nafaslarim normallashdi. Aslida bir kecha kunduz uxlasam hodiqim chiqmag'idek qarg'im bo'lsam-mu, nervlarimning sezgurlari eshib ketganligi tufaylidan uyqum qochgan. Yana texi qancha kunlargacha uyqum topolmay azoblandigandek qilardim. Bomdod vaqti yaqinlashyotdi. Agar bu yerda qolsam, tayammum qilishga majbur bo'lardim. Ammo men tayammum bilan poklanamanmi? Buningga o'zim ishonmaydim. Shunga tezroq qulmuloqqa yetib olishni, u yerda suv tepib, uzoq qo'limni yuvishni o'yladim. Sabit apandi so'zlab shu yerga kelganda men uningga hadoq yetganligini payqadim. Bakli kech bo'lib ketgan edi. Yana boshqa bir kun davom qilishga so'z elib, xo'shlashdim.